Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Cumhuriyet bayramımızga mübarek bolsun. Bugünkü Cumhuriyet günümüzge 30 yıl hayatını Uygur tarihiga bag'ishlagan Uygur xalqining tarixchisi, tarix fanlari doktori Nabijon Tursun efendi bilan tanishib chiqamiz. Cumhuriyetga eng qimmatli sovg'at Doktor Nabijon Tursunning Uygur umumiy tarixi nomli asari. Dunyodagi barliq mustaqil davlat xalqlari o'z davlatining davlat bayramlarini har yili tabriklab, turli shaklda davdug'uliq marosimlarni o'tkazgandek, chet ellardagi Uyg'urlarmi 12-noyabr kunini o'zlarining mustaqil jumhuriyati qurilgan davlat bayrami sifatida har xil shaklda xotirlab kelmoqda. Bu yil 12-noyabr kuni 1933 yili Qashqarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatiga 87 yil. 1944 yili 12-noyabr kuni G'oljida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga 76 yil to'shdi. Garchi mazkur jumhuriyatlarning qurilganligi va oxirlashganligiga nihoyatda uzun yillar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlar uchun bu kun har vaqt yangi va hech qachon unutilmasdir. Bu qitimqi Cumhuriyet kuni Uyg'ur xalqi uchun yana bir zo'r yangilik bilan xotirlandi. U bo'lsa-mu, ko'p yillik hayotini Uyg'ur tarixiy tadqiqotiga bag'ishlagan Uyg'ur xalqining tarixchisi, tarix fanlari doktori Nabijon Tursunning Uyg'ur xalqining ko'p asrlik tarixiy musofalarga bag'ishlangan 12 tomliq Uyg'ur umumiy tarixi nomli asarining 5 tomliq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati umumiy tarixiy qismlarining 12-noyabr Cumhuriyet kuniga eng qimmatli sovg'at sifatida Turkiyadagi Uyg'ur instituti tarafidan nashr qilinib tarqitishga boshlanishidir. Doktor Nabijon Tursun o'zining Uyg'ur umumiy tarixiy asarining maxsus Sharqiy Turkiston Jumhuriyati tarixiga oid qismlarini Cumhuriyet kuniga ulgurtib nashrdan chiqarganligidan iftixorlanganligini, buning ko'p yillardan buyanqi orzusi ekanligi va shu yo'lda to'xtovsiz tirishqanliklarini ifodaladi. Mening bu 12 tomlik Uyg'ur umumiy tarixi nomli asarimni boshlagan vaqtim 1990 yillarda Moskvada Sobiq Sovet İttifoqi Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutida o'qishni boshlagan vaqtimga to'g'ri keladi. Men kichigimdilla yurtimning tarixidan boshlab umumiy Uyg'ur xalqining tarixiga, vatanning tarixiga bo'lgan zo'r qiziqish ishtiyoqi bilan cho'ng bo'lgan edim. Bu jihatda ota-onamning ta'siri cho'nqur bo'ldi. Bo'libmi yurtimning tarixi menga kuchli ta'sir ko'rsatgan edi. Oliy maktabda o'qigan vaqtimda butun kuchim bilan bekor vaqtlarning hammasida tarixiy materiallarni o'qiydim. Bo'libmi 1944-49dagi milliy ozodlik inqilob tarixiga bakroq qiziqatdim. 1990 yil Moskvaga borgandan keyin men Sobiq Sovet İttifoqi Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutida maxsus tarix bo'yicha doktorlik o'qishga kirdim. Doktor aspirant bo'ldim. Shu jarayonda men Rossiyaning arxivlarida, Rossiyaning Moskvaning turli kitobxonalarida, shu vaqtda Lenin kutubxonasi deymiz, ijtimoiy fanlar kutubxonasi deymiz. Shu turli kutubxonalarda Uyg'ur tarixiga oid har xil materiallarni qat'iy qilib o'qidim. Demak, 6 yillik vaqt sarf qilib, oxiri men doktorlik dissertatsiyamni muvaffaqiyatli yozdim va Uyg'ur tarixiga oid zo'r sondagi materiallarni to'pladim. Shunga mening Uyg'ur umumiy tarixi nomli 12 tomlik asarim ana shu davrdan boshlangan. Oxir bu asarimni yozib bitirdim. Hamda o'qirman do'stlarningki huzuriga taqdim qilishga boshladim. Oldi bilan albatta Sharq Turkiston Cumhuriyati umumiy tarixi deb atalgan 12 tomlik Uyg'ur tarixining umumiy tarixining bu qismlari nashr qilindi. Bu qismni yozish uchun men Rossiyaning Sobiq Sovet İttifoqining nurg'un arxiv materiallarini ko'rishga muyassar bo'ldim. Amaliyotda bu asarni yozishmi ana shu Moskvadan boshlangan edi. Oxiri kitobning dastlabki 2 tomi nashr qilindi. Qolgan tomlarmi Alloh buyursa qadamma qadam nashr qilinib tarqatiladi.
Ma'lumki Uyg'urlar Yevro Osiyo xalqlari orasida shonli qadimiy madaniyat va davlatchilik an'analari yaratgan Turkiy xalq bo'lish sifati bilan ularning besib o'tgan ko'p asrlik siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyat tarixiy musobalari 2 asrdan buyon dunyo olimlari tarafidan zo'r sondagi asarlarning jumladan maxsus Uyg'ur tarixi Sharqiy Turkiston tarixiy asarlarining maydonga kelishiga asos bo'lgan bo'lsa-mu, ammo texi hozirgacha Uyg'ur xalqining qadimgi davrdan bugungi zamongacha bo'lgan bir tutun tarixiy taraqqiyot jarayonini tafsiliy va ilmiy yo'sinda to'liq yo'ritib beradigan Uyg'ur umumiy tarixi maydonga kelmagan edi. Doktor Nabijon Tursun o'zining 30 yilga yaqin jafoliq ilmiy hayotini, kuch-quvvati va aql idrokini sarf qilish badaliga 12 tomlik Uyg'ur umumiy tarixidan iborat zo'r hajmlik ilmiy asarini yezib bitirish orqali bu bo'shliqni to'ldirib xalqimizga taqdim qildi. Uning hozir nashr qilinishga boshlagan 5 tomlik Sharqiy Turkiston Jumhuriyati umumiy tarixi ana shu Uyg'ur umumiy tarixining tarkibiy qismi bo'lib, buningda 1943-yildan 1950-yillargacha bo'lgan oraliqdagi Sharqiy Turkiston Milliy ozodlik inqilobi 1944-yili 12-noyabr g'o'ljida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati va uning harbiy, siyosiy, savdo, iqtisodiy, madaniyat ham boshqa barliq davlatchilik o'zgarishliklari tafsiliy, to'liq va mo'l faktlar bilan yo'ritilgan. Nabijon Tursun bu asarini original hujjatlar va materiallarni o'z ichiga olgan mo'l Uyg'ur manbalari bo'libmi, Sovet ittifoqining ilgari maxfiy tutilgan ko'p sondagi arxivlari, Amerika va Tayvan arxivlari ham ruscha, inglizcha, xitoycha va boshqa tillardagi mo'l materiallardan foydalanib yezib chiqqan. Nabijon Tursun Uyg'urlar orasidagi tunji qitim Uyg'ur tarixi bo'yicha doktorlik unvoni olgan kasbiy tarixshunoslardan biri bo'lib, uning mundoq ko'p tomliq maxsus tarixiy asarini yezib chiqishi uning o'z millatining tarixiga bo'lgan kuchli qiziqishi va chunqur ishtiyoqi bilan zich bog'langandir. Uning tarixga bo'lgan qiziqishi va o'rganishining tunji qadamlari oldi bilan oilasidan boshlangan. Nabijon Tursun Uyg'ur tarixidagi sharaflik shahar, ya'ni 1765-yili Manju Qing imperiyasining istilosiga qarshi tunji qo'zg'olon yuz bergan va bu kurashda shahid bo'lgan mashhur 7 qiz qahramonning 7 qizlarim deb atalgan mozori joylashgan Uchturpan shahrida ziyoli oilasida dunyoga kelgan. Nabijon Tursunning dadasi tarixiy tazkirichi marhum Tursun Barat Efendi va onasi o'qituvchi marhum Nurnisa Abdurahim xonimni uning dastlabki tarix o'qituvchilari deb aytishga bo'ladi. Ular Nabijon Tursun va marhum Abdurahim Tursundek bir oiladan 2 farzandning tarix, falsafa doktorlari bo'lib yetishib chiqishidagi dastlabki tarbiyachilaridan edi. Nabijon Tursun kichigidilla Durpan qo'zg'alini 7 qizlarim, Lutfullo Mutallib va boshqalarning Uchturpandagi faoliyatlari, Sharqiy Turkiston inqilobi va boshqa tarixiy voqealar haqida ko'p anglab, uningda tarixga bo'lgan chunqur qiziqish va o'rganish ruhi shakllangan. Demak, amaliyotda har qanday bir oila va ota-ona tarbiyasi bir farzandning kelajagi, ideyasi va milliy ruhini belgilashdagi muhim omildir. Nabijon Tursun 1985-yili Beijingdagi Markaziy Millatlar Universitetining Uyg'ur tili adabiyoti kasbini bitirgandan keyin 1985-yildan 1990-yilgacha Xinjiang Universitetining Jungu tillari fakultetida o'qituvchi va O'rta Osiyo madaniyati tadqiqot institutida aspirant bo'lib, ham yana 1 yil Beijingda farscha, chag'ataycha tillar bo'yicha bilim oshirgan.
U 1990-yili Moskvadagi sobiq Sovet ittifoqi Fanlar akademiyasi, ya'ni Sovet ittifoqi yemirilgandan keyingi Rossiya Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida tarix bo'yicha doktor aspirant bo'lib, toki 1996-yilgacha shu institutda o'qigan va tadqiqot bilan shug'ullangan. Ani shu Moskvadagi o'qish hayoti uning Uyg'ur tarixi tadqiqotining rasmiy boshlanish nuqtasi bo'lib hisoblanadi. U bu jarayonda Moskvadagi arxivlarda, kutubxonalarda har kuni qitirqinib Uyg'ur tarixiga oid qimmatli materiallar bilan tanishish, minglab koni kitoblar, arxiv hujjatlari, klassik sharqshunoslik asarlari va turli ilmiy asarlarni ko'rish ham o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldi. U 1995-yili Rossiya Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida Uyg'ur tarixi bo'yicha dissertatsiyasini g'alabalik yaqlab, Rossiya Federatsiyasi Oliy unvon berish komitetining tasdiqlashi bilan tarix doktorlik ilmiy unvoniga erishgan. U 1995 va 1998-yillari Moskvadagi Sharq universiteti, Qirg'izistondagi Yusuf Balasag'uni davlat universitetida dotsent bo'lib o'qituvchilik qilgan. U 2 qiz va 1 o'g'ilning otasi bo'lib, oilasi bilan birlikda Amerikaning Virginia shtatida yashamoqda. Nabijon Tursun 1990-yillardan tortib hozirgacha har qaysi davlatlarda, jumladan asosligi Amerika, Turkiya, Rossiya va Fransiya qatorliq ellardagi ilmiy konferensiyalarda Uyg'ur tarixi va madaniyati bo'yicha 60 qitimdan ortiq ilmiy doklad bergan. U asosligi Amerikadagi Kolumbiya universiteti, Indiana universiteti, George Washington universiteti, Georgetown universiteti, Frost universiteti, Sharqiy Michigan universiteti va boshqa o'rinlarda Uyg'ur tarixi bo'yicha ilmiy dokladlar bergan. U Amerikaning John Hopkins universitetining Xinjiang tadqiqot qurilishiga qatnashib, boshqa 17 mutaxassis bilan birlikda G'arb dunyosiga mashhur Xinjiang Xitoyning musulmonlar chegarasi nomli kitobni yozib nashr qildirgan. Shuningdek, Moskvada nashr qilingan rus tilidagi Xitoy tarixshunosligida Uyg'ur siyosiy tarixiy masalasi, Xitoy tarixshunosligida Uyg'ur etnik tarixiy masalasi nomli ilmiy tadqiqot kitoblarining avtoridir. U yana Uyg'ur, ingliz, rus, turk, Xitoy, qirg'iz tillaridagi 300 dan ortiq ilmiy maqolaning va Uyg'ur tarixiga oid bir qator ilk kitoblarining, shuningdek Erkin Osiyo radiosidagi taxminan 1000 parchaga yaqin Uyg'ur va O'rta Osiyo tarixiga oid programmalarning avtoridir. Uning Moskva xiyollari nomli chatma adabiy xotirasi 1995 va 2000-yillari Uyg'ur elida kuchli ta'sir qo'zg'agan edi. Ayni vaqtda bu asarni o'qimagan kishilar, bo'libmi yoshlar oz edi. Bu asar 2000-yillarda baholag'uvchilar tarafidan 20-asr Uyg'ur adabiyotidagi mashhur 100 asarning biri sifatida baholangan edi. Doktor Nabijon Tursunning 12 tomlik Uyg'ur umumiy tarixi nomli bu o'sish xarakterlik asarining dunyoga kelishi va nashr qilinishga boshlanishi Uyg'urlar orasida, shundaqla Uyg'urshunoslar, tarixshunoslar orasida kuchli ijobiy ta'sir qo'zg'adi. Uyg'ur akademiyasi raisi, Aga universiteti Turk dunyosi tadqiqot markazi boshlig'i professor doktor Olimjon Inoyat Doktor Nabijon Tursunning Uyg'ur umumiy tarixi va bu asarning Sharqiy Turkiston Jumhuriyati umumiy tarixi nomli qismlariga baho berib, bu asarlar bilan 2 asrlik Uyg'ur tarixshunosligidagi bo'shliqlarning to'ldirilganligini muayyanlashtirdi. Doktor Nabijon Tursun yozgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati umumiy tarixi nomli asarini mushu tema bo'yicha hozirgacha yozilgan, nashr qilingan asarlar ichida eng tafsili, eng sistemalik, eng atrofliq va eng ilmiy asar
deb baholash mumkin. Bu munosabat bilan men doktor Nabijon Tursunni qizg'in tabriklayman. Bu asar millatimizga savoq bergisi, umid bergisi va kuch bergisi. 7 noyabr kuni Turkiyadagi Uyg'ur instituti maxsus Nabijon Tursunning Uyg'ur umumiy tarixi nomli asari haqida muhokama yig'ini o'tkazgan bo'lib, bu yig'inga Moskvadan qatnashib so'z qilgan Nabijon Tursunning Moskvada doktorlik uchun o'qigan chog'dagi ustozi, o'toqliq turkolog va Uyg'urshunos Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslar birlashmasining raisi, Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti Sharq tarixiy tadqiqot bo'limi boshlig'i professor doktor Dmitriy Vasilyev efendi Nabijon Tursunning asariga yuqori baho berdi. Nabijon Tursun'u uzun zaman tanıyoruz ve bu çok zor, çok teferruatlı yapılmış işiyle onu tebrik etmek isterdim. Ve şimdi onun bu ilimde yolunu nasıl başladı hatırlamak isterdim. Nabijon Moskova'ya gelince Şarkiyat Enstitüsü'ne geldi ve bu bizim Rusya Bilimler Akademisi'nde lisansüstü öğrencisi oldu. Ve Şarkiyat Enstitüsü Rusya Bilimler Akademisi'nin en eski enstitülerden biri. Geçen yıl 200 yıllığı kutlandık. Ve gelenekleri çok esaslı ve tarihe giden vardır. Ve biz doktor tezinin konu seçerek çok düşündük. Ve yalnız tarihi kaynaklara dayanmak kararı verdik. Ve bu çok zor bir işti. Çünkü kaynakların çoğu tek taraflı, siyasi bakımından tek taraflı oldu. Ve onları araştırmak için eleştiri metotları kullanmak lazımdı. Uyg'urlarning oxiri o'z tarixini o'zlari yuqori ilmiy saviyada yozib chiqqanligini muayyanlashtirdi. Shuningdek, Nabijonning ayni vaqtda o'zining nihoyatda tirishchan ham mas'uliyatchan o'quvchisi ekanligi qatorliqlarni ta'kidladi. Doktor Nabijon Tursunning Uyg'ur umumiy tarixiy asarining Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti umumiy tarixiy qismlari bu yil chiqib bo'lgandan keyin kelar yili ichida 1900-1920 yillari va 1933-1934 yillardagi Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetiga oid qismlari orqadan 19-asrdan toki qadimgi davrlargacha bo'lgan barliq tomlari orqadan to'liq nashr qilinib bo'lish planlangan. Doktor Nabijon Tursunning obidi xarakterlik mazkur ko'p tomliq Uyg'ur umumiy tarixiy asari har bir Uyg'urning uyidagi kitob jihozlaridan o'rin olishga va har bir Uyg'ur cho'qim o'qib chiqishga tegishlik, shuningdek darhol inglizcha, turkcha, ruscha, arabcha qatorliq tillarga tarjima qilish ishlarimi boshlanishi kerak bo'lgan qimmatlik asardir.